قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 12-darsni o'qiymiz. Bugungi darsimizda sizlarga asosli o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun birinchi qilib maf'ulun fih. Maf'ulun fih degan nima? Maf'ulun fih deganimiz ismun mansubun yuzkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi va yusamma zarfan. Fi'lning, ya'ni ish harakatining vaqtini yoki o'rnini bayon qilish uchun so'zlanadigan zavarlik ism. Bu zarb deb ataladi. Ya'ni ravish deb ataladi. Shunga ravish deb gap qolsa, bu o'rin ravishimi yoki vaqt ravishimi deb so'raymiz. Chunki maf'ulun bih degan harakatning ya vaqtini yoki o'rinni bayon qilish uchun so'zlanadigan zavarlik ism. Masalan, safartu laylan, kechada safar qildim. Mening safar qilishimdan iborat bu ish harakat qanday vaqt yuz berdi? Kechada. Demak, ish harakatninki kechada yuz berganlikdan iborat bir vaqtini bayon qilib berdi. Unda bo'lsa, bu yerdagi laylan qanday o'qildi? Zivar o'qildi. Nima uchun? Maf'ulun bih bo'lganlik uchun. Qoida shuki, maf'ulun bih zivar o'qiladi. Laylan, kechada safar qildim. Wasaltu yawmat thulatha'i, seshanba kuni yetib keldim. Wasaltu, wasala fi'il, tu fa'ili. Yawma maf'ulun fih. Yani chunki bu yetib kelishdan iborat ish harakatninki yuz bergan vaqtini bayon qildi. Bu yerda yawma maf'ulun bih bo'lganlik uchun zivar o'qildi. Yawma thulatha'i. Mashaytu milan, bir mil mangdim. Bir mil mangdim. Bu yerda mashaytu degan bu ish harakatninki bir mil ekanligidan iborat bir o'rnini bayon qilib berganlik uchun bu yerda milan bo'ldi. Maf'ulun fih bo'ldi deymiz. Bugungi darsimizdagi birinchi qoida bu. Ikkinchisi, endi biz zarfni tushundik, ya'ni maf'ulun fihni tushundik. Ish harakatninki vaqtini yoki o'rnini bayon qilish uchun so'zlanadigan zavarlik ism deb. Endi arab tilida ba'zi zavarlik zarflar bor. Zivar o'qilishga tegishlik zarflar. Chunki maf'ulun fih nima o'qiladi? Zivar o'qiladi. Lekin bu mabni, qurilib ketgan, qetib ketgan, o'zgarmaydigan. Biz buni zivarlik o'rnida deb qaraymiz. Endi bu mabni zarflar qaysi deganda, mabni zarflarningki ba'zisi, ya'ni bir qismi mata, al-ana, ayna, haythu, amsi, qattu, huna. Qachon, hozir, qayerda, haythu, vaqtda va o'rinda. Amsi, tunugun, qattu, qat'iy, huna, bu yer. Hammasi qaraydigan bo'lsak, vaqt yoki o'rinni bildiradi. Mata, qachon. Masalan, mata darsda qachon o'qiding yoki mata vasalta, qachon yetib kelding? Bu yerga mata nima bo'ladi? Zarb bo'ladi. Bu mabni bo'lg'achqa buningki zivarlik o'rinda deb qaraymiz. Al-an, vasaltul anad. Hozir yetib keldim. Demak, yetib kelganning vaqtini bayon qilib berdi. Bu nima bo'ldi? Zarb bo'ldi. Ayna jalasta. Ayna jalasta. Qayerda o'tirding desak, bu yerda ayna o'ltirish degan ish harakatninki o'rinini so'rash uchun keldi. Unda bo'lsa, bu o'rinni ifodalash uchun keladigan zarb deymiz. Haythu, bu jumlaning siyoqiga qarab o'ringa munosib bo'lsa, o'rinda, vaqtga munosabatli bo'lib qolsa, vaqtda deb tarjima qilinadi. Masalan, ajlisu haythu jalasa Muhammad desa, Muhammad o'ltirgan o'rinda qanday qilaman? O'ltiraman. Bu yerda haythu makan ifodaladi. Amsi, tunugun, vaqt, zarf, zaman. Qattu, qat'i, masalan, lam akul qattu. Qat'i qanday qilmadim? Yemidim. Bu o'tgan zamonning bildirish uchun keladigan fe'llarga kiradi degan shunday. Bu mu vaqtni qanday qildi? Bildirdi. Qat'i qanday qilmadim? Yemidim. Vaqtni bildiradi. Bu mu zarf zaman. Huna, bu yer. Bu o'rinni bildiradi. Bu zarf makan. Demak, mana bu ba'zi qetib ketgan zarflar. Hammasini biz zivarlik o'rinda deb qaraymiz.
Endi biz yuqorida so'zlaganimizdek zarflar zivar o'qiladi va o'rinni, vaqtni ifodalaydi deb tushundik. Endi ba'zi ismlar shu biz so'zlagan zarflar va maf'ul fihqa mudab bo'lib, zarfninki qoidasini oladi. Zarfning xususiyatini oladi. Bu vaqtda bu ism o'zi zarf bo'lmasa-mu, zarfga mudab bo'lganligi uchun bu zarfdan izbasar bo'lgan bo'ladi. Ya'ni naib bo'lgan bo'ladi. Ba'dul asma tanubu an'iz zarf dedi. Ba'zi ismlar zarfdan o'rin basar bo'ladi. Zarfdan o'rin basar bo'ladi. Bu qaysi deganda birinchidan zarfga mudab bo'lgan ismlar. Birinchidan zarfga mudab bo'lgan ism zarfdan o'rin basar bo'ladi. Masalan, safaratu kullan nahar deymiz. Kunduzning hammasini safar qildim. Bu jumla qaraydigan bo'lsak, safara fi'il, tu fa'ili, kullan nahar. Bu yerdagi kulla biz zarf deb ataymiz. Nima uchun? Bu zarfdan izbasar bo'lganligi uchun zarfning qoidasini bilamiz. Nima bo'ladi? Zavar bo'ladi. Kulla. Zavar qo'shgan sababi naibun aniz zarf. Zarfdan bo'lganligi uchun izbasar bo'lganligi uchun. Kunduzning hammasini qanday qildim? Safar qildim. Demak, bu yerda kulla bu nahar asli kunduz deb bir vaqtni bildiradigan asli nahar zarf bo'ladi. Zarfga muzab bo'lganligi uchun bu zarfdan naib bo'lib, zarfninki zivar qilishdan iborat bu hukmini kulliga berdik. Shunga kullan nahar deb zivar qildi. Demak, birinchisi zarfga muzab bo'lgan ism zarfdan izbasar bo'ladi, o'rin basar bo'ladi. Ikkinchisi zarfning sifati. Zarf tashlanib, uning sifati uning o'rniga egallab keladi. Masalan, jalastu tawilan. Uzun o'ltirdim. Uzun o'ltirdim. Bu yerdagi tawilan aslisi zarfning sifati. Uning taqdiri qaysi? Jalastu vaqtan tawilan. Uzun vaqt o'ltirdim. Bu yerdagi vaqtdan zarfni bildiradigan, ya'ni ravishni o'rinni vaqtni bildiradigan zarfdir. Endi bu zarf tashlanib vaqtdan tawilan, vaqtning sifati bo'lgan tawilan zarfning o'rnini egalladi. Shuning uchun bu nima qildi deymiz? Zivar qildi deymiz. Ikkinchisi zarfning sifati zarfdan izbasar bo'ladi, o'rin basar bo'ladi. Uchinchisi ism ishorat, ya'ni zarfni ko'rsatgan ism ishorat. Masalan, ji'tu hadal usbu'. Bu hafta qanday qildim? Keldim deymiz. Bu hafta keldim. Bu yerda ji'tu hadal usbu'. Bu hafta keldim. Ji'tu fi'il fa'il. Bu yerda hadani biz zarfdan izbasar bo'ldi deymiz. Chunki hazadan bo'lgan maqsad qaysi? Al-usbu'. Hazadan bo'lgan maqsad al-usbu'. To'rtinchisi adad, son. Ya'ni zarfni sanab kelgan son. Masalan, makaftu fil madinati 4 ayyam. Madinada 4 kun turdim. Bu jumla qaraydigan bo'lsak, makaftu fil fa'il. Endi bu yerda ayyam kunlar, shundaqo asli bu zarf. Vaqtni bildirgachga. Sharkat yuz bergan vaqtni bildirgachga. Endi mushu ayyamni 4 degan son sanab keldi, ya'ni son bo'lib keldi. Bu vaqtda ayyam degan zarfdan 4 naib bo'lib keldi, ya'ni o'rin basar bo'lib kelib, zarfning hukmini buningga berib 4 nima qildi? Zivar qildi deymiz. Demak, bu yerda 4 degan son zarfdan o'rin basar bo'ldi. Demak, shu 4 xil ism zarfdan nima bo'ladi? O'rin basar bo'ladi. Birinchisi zarfga mudab bo'lgani, ikkinchisi zarfning sifati, uchinchisi zarfni ko'rsatgan ism ishorat, to'rtinchisi zarfni sanagan son. Endi oxirida sizlarga bugungi dars tugatmoqchi bo'lgani law. Law. Lawning uyg'ur tilidagi ma'nosi mubada, navada degan ma'nosi. Mubada. Navada men unda qilgan bo'lsam, navada sen unda qilgan bo'lsang, bunda bo'ladi. Mubada u unda qilgan bo'lsa, bunda bo'ladi. Degandiki, shu mubada, navada degan ma'noni bildiradi. Buning arab tilidagi atalishi harf imtina li imtina deb ataladi. Chekinish uchun chekinish harfi degan gap. Udul tarjima qilsak. Bu nimani ifodalaydi deganda, bu chekinishni ifodalamdi. Birinchidan shartni ifodalaydi. Masalan, law sami'ta
kalamehu lebekeyte. Agar navoda sen uning gapini anglagan bo'lsang, yig'layding. Demak, men uning yig'ilishini, uning gapini anglashga qanday qildim? Shart qildim. Bu yerda shartni ifodaladi. Ikkinchisi, taqida sharti biz zamanil modi. Shartni o'tgan zamonga bog'laydi. Masalan, yuqorqi misolmi shuning misoli bo'lalaydi. To'rtinchisi, imtina, chekinish. Masalan, lawlal havo lahalakan nas. Lawlal havo lahalakan nas. Agar havo bo'lmagan bo'lsa, kishilar halok bo'lib ketdi. Demak, bu yerda havo bo'ldi, kishilar halok bo'lmadi. Demak, bu yerda chekinish uchun chekinish deymiz. Havoninki bo'lganlik uchun qanday qilmadi? Kishilar halok bo'lmadi. Lawlal havo, agar havo bo'lmagan bo'lsa, kishilar halok bo'lib ketdi. Mana shunga o'xshash. Bunga tafsil texnik ma'nosini tekstda tushunamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu thani 10. 12-chi dars. Al-mudarris o'qituvchi. Urahhibu bikum fil yawmil awwal min al-'amil jadid. Yangi yildan tunji kunusida sizlarni qarshi olaman. Urahhibu qarshi olaman. Mata wasaltum min biladikum. Yurtinglardan qachon yetib keldinglar? Wasalna qabla usbu'. Bir hafta ilgari yetib keldik. Amma ana fawasaltu ams. Amma men tunugun yetib keldim. Ana wasaltu yawmat thulatha'i. Men seyşembe günü yetib keldim. Ve zahabtu ila Mekkete li ada'il umra. Ve Mekke'ye ömür ada qilish uchun bordim. Ve baqitu hunak 3 ayyam. Ve u yerda 3 kun turib qoldim. Ve raja'tul bariha. Ve akşam qaytdim. Ahlan ve sahlan. Xo'sh kelibsiz, qarshi olamiz. Ya ustaz, ey ustaz, atasmahu li an ajlisa amamak? Oldingizda o'ltirishga menga ruxsat qilamsiz? Inna hadal maq'ad xalin. Jazman bu o'rin bo'sh. Fa inna sohibahu tuya qayduhu al-'am al-madi. Jazman bu o'rin bo'sh, chunki uning egisi tuya qayduhu al-'am al-madi dedi. Uningki yo'qlimi o'tgan yili qatlandi. Uning varaqi o'tgan yili qatlandi. Ne demakchi deganda, u maktabdan o'tgan yili haydilinib ketdi, qo'llanib ketdi degan gap. Bu qo'llanib ketdi degan gapga arab tilida uning yo'qlimi daftari qatlandi, uning yo'qlimi qatlandi, tizimligi qatlandi deb ishlatiladi. To'ya qatlandi degan gap. Ijlis haythu shi'ta. Xohlagan yeringda o'ltir. Bu yerda o'rin munosabatli bo'lg'achqa haythuni biz o'rinda deb tarjima qilamiz. La uridu an ajlisa tahta al-mirwahati. Shamol durg'ushning ostida o'ltirishni xohlamayman. Fa inna zalika yadurruni. Chunki ashu menga ziyon qiladi. Yadurruni. Darra yadurru. Ziyon qildi, ziyon qiladi. Zarar yetkazdi, zarar yetkazadi. Ya'ni kelib ziyon sal degan ma'nosi bor. Afa ajlisu khalfa Jamal. Jamalning keyinda o'ltiraymi? La mani'a ladayya. La mani'a ladayya. Mani' menda cheklama degan gap. Ladayya menda. Menda hech qanday cheklama yo'q degan gap. Chatoq yo'q degan gap, ha? Menda hech bir cheklig'ichi yo'q. Ya'ni chatoq yo'q. Ayna safarta fi utlati as-sayf hadhihi as-sanati ya ustaz? Ey ustaz, bu yili yozlik ta'tilda qayerga safar qildingiz? Ilal Filippin, Filippinga. Alam tamurra bi Kolampur? Kolampurdan o'tmadingizmi? Bala, yoqay. Walakinnani lam amkuth fiha tawilan. Ya'ni yaqayga o'tdim demakchi. Lekin men u yerda uzun turmadim. Kam labithta thamma ya ustaz? Ey ustaz, u yerda qanchalik turdingiz? Labithtu thammata yawman aw ba'da yawm. U yerda bir kun yoki bir kunning ba'zida turdim demakchi. لو عرفت أنك تأتي إلى بلدي لأستقبلتك في المطار. Agar sizningki yurtimga kelganligingizni bilgan bo'lsam, ayrımda sizni qarshi olatdim.
Əsafarta ilə Singapurda aydan Singapurga ham safar qildingizmi? La. Yo'q. Alam tusafir ilayha min qabl. Buningda ilgari u yerga safar qilmadingizmi? Na'am, shundoq. Lam usafir ilayha qat. U yerga qat'iy safar qilmadim. Tamarin ko'nikmala. Ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering deydi. Birinchisi, mata wasala al-Husayn? Kam yawman baqiya Aliyun fi Makka? Husayn qachon yetib keldi? Ali Makkada qancha kun turib qoldi? Lima la yuridu Zubayr an yajlisa tahta al-mirwaha? Zubayr nimishqa shamol to'g'rishining ostida o'ltirishni xohlamaydi? Ayna safara al-mudarrisu fi utlati as-sayf? O'qituvchi yozliq ta'tilda qayerga safar qildi? Kam labitha fi Kuala Lumpur? Kuala Lumpurda qanchalik turdi? Bu sizlar tekstga asosan beradigan javoblar, bu sizlarga topshiriq. Maf'ulun fih deydi. Maf'ulun fih bugungi darsimizdagi eng asosli mazmun. Wasaltu yawma thulatha'i. Seshanba kunisi yetib keldim deydi. Bu yerda yawma maf'ulun fih. Yawm bu yerdan bo'ladi, maf'ulun fih. Nima uchun? Maf'ulun fih deganimiz ismun mansubun yuzkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi. Fi'lning vaqti yoki o'rnini bayon qilish uchun so'zlanadigan zivarlik ism. Fi'lning, ya'ni ish harakatning o'rnini yoki vaqtini bildirish uchun bayon qilish uchun so'zlanadigan. Wasaltu yetib kelishdan iborat bu ish harakatning vaqtini bayon qilish uchun qaysi keldi? Yawma keldi. Seshanba kunda. Demak, bu yerda bu ish harakatining vaqtini bayon qilib berganlik uchun bo'ldi? Maf'ulun fih bo'ldi. Wa yusamma aydan zarf. Bu zarf debmi ataladi. Masalan, kharajtu laylan, kechada chiqdim. Sa'usafiru gadan inshaalloh. Nimtu ba'da nawmik, ata safar qilaman inshaalloh. Sen uxlagandan keyin uxladim. Ham bu yerdagi laylan, bu yerdagi gadan, bu yerdagi ba'da hammasi nima? Maf'ulun fih, ya'ni zarf. Şirkatninki vaqtini bildirish uchun keldi. Zarfi zaman deb ataladi. Mashaytu milan, bir mil mangdim. Jalastu indal mudir. Nimta tahta ash-shajara. Mudirning qashida o'ltirdim. Qashida daraxtning ostida uxladim. Demak, bir mil mangdim. Mudirning qashida o'ltirdim. Daraxtning ostida uxladim. Demak, hammasi o'rinni bildiradi. Buni bildi zarf makan. Biz bunun tafsilatını dersine başa tushuntirib bo'lgan. Ba'd az-zuruf mabniyatun. Ba'zi zarflar mabni. Ular qaysi? Birinchidan mata. Masalan, taqul deysiz, mata kharajda. Bu yerda mata zarf zaman. Ya'ni vaqt ravishi bo'ladi. Qachon deb chiqishdan iborat bu ish harakatining qachon yuz berganligidan iborat bir vaqtini so'raydi. Zarf zaman mabniyun ala sukun deydi. Bu zarf zaman. Bu mabni. Qetib ketgan. Bu qaysi holatda qetib ketgan? Sukunli holatda. Mata deb qanda bu yerda sukunli holatda qetib ketgan. Bu nimalik o'rnida? Fi mahalli nasb, zivarlik o'rnida. Chunki zarf nima bo'ladi? Mansub, zivarlik bo'ladi. İkincisi ayna. Bu mu mabni zarf. Masalan deysiz, ayna tadrus. Qayerda o'qiysiz deydi. Bu yerda ayna o'rin ravishi. Bu ayna desak nun harfini qatib ketgan bu yerda mabniyun alal fath, zarga qatib ketgan. Bu nimalik o'rinda? Zivarlik o'rinda. Hamda bu ayna zivar qildi desa, bu maf'ulun pih bo'lganligi uchun zivar qilmadi. Bu asli qatib ketgan bu. Maf'ulun pih zivar qilsa-mu, garchi bu asli maf'ulun pih bo'lganligi uchun emas, qatib ketgan. Aslida o'zi qatib ketgan. Uchinchisi amsi. Deysiz, lam ag'ib amsi. Tunugun g'oyib bo'lmadim. Ya'ni kamay qolmadim degan gap, to'liq keldim degan gap. Tunugun g'oyib bo'lmadim. Bu yerda amsi zarf zaman, vaqt ravishi bumi qatib ketgan. Nimaga? Kasr, zir qatib ketgan. Amsi. Bu nimalik o'rinda? Zivarlik o'rinda. Chunki zarf degandan bo'ladi, zivar bo'ladi. Qattu deysiz, lam azuq hadhihi al-fakihata. Qat. Bu mevani qat'iy tetmedim. Bu yerda qat vaqt ravishi. Bu peshga qatib ketgan. Asli nimalik o'rinda edi? Zivarlik o'rinda deymiz, ha? Asli zivar bo'lgancha
ziverlik orunda deymiz. Hune deysiz, iclis hune. Bir yerde oturun deysiz. Hune bir yerde zarf makan. Nime revişi? Urun revişi. Hune nime qatib ketken? Sukun qatib ketken. Hune. Elipten ba sukun ba deb deymiz. Asli nimelik orunda? Nesbilik orunda. Yani ziverlik orunda. El-ane deysiz. El-an ci'te. Hazır geldiniz. Bu yerde el-an vaqt revişi. Bu ziverlik qatib ketken. Ziverlik orunda. Haythu deysiz. İclis haythu şi'te. Xalagan joyda o'ltir. Bu yerda haythu zarf makan urun revişi. Bu peşki qatib ketken nimelik o'rinda? Ziverlik o'rinda. Hunaka asma'un tanubu an'iz zarf deydi. Bu yerda ismlava zarfdan iz basara bo'ladi deydi. Ya'ni zarfdan iz basara bo'ladigan ismlava. Ular qaysi? Biz buni darsning boshida tushuntirgan. Birinchidan zarfga mudaf bo'lgan ism. Zarfga mudaf bo'lgan ism. Mimma dalla ala kulliyeti zaman ev makan ev cüz'iyetihima deydi. Mudafqa zarf bo'lgan ism. Bu qanday ismlardan? Vaqtning hammasiga yoki o'rinning hammasiga yoki u vaqt yoki o'rinning bir qismiga dalolat qiladigan narsalardan. Masalan, kulla, nisfa, rubu'i deganga o'xshash. Masalan, safarna kullan nahar. Gündüzün hammasi safar qildim. Bu yerda kullinin bo'ldi, zarf bo'ldi. Zarfdan izbasar bo'ldi. Nahar degan zarfdan bo'ldi, izbasar bo'ldi. Chunki bu nahar degan ma'no zarfga mudaf bo'lganligi uchun. İntazartuka rubu'a sa'atin. Ya 15 minut sana saqladım. Bu yerda saat asli zarf. Bu rubu'a saatga mudaf bo'lganligi uchun nima bo'ldi deymiz? Zarfdan izbasar bo'ldi deymiz. Shunga zabar qildi. Meşeytu nisfa kilometre. Yarım kilometre mangdım. Aslında kilometre bu urunni bildirir. Aslında zarf kilometre. Ama nisfa kilometre muzab bo'lganligi uchun kilometre degan zarfdan nisfini bo'ldi, izbasar bo'ldi. Bu yerdagi kulla, rubu'a, nisfa izbasar bo'ldi zarflardan. Ya'ni mudab bo'lgan zarflardan bo'ldi, izbasar bo'ldi. İkincisi sifatuhu, yani zarfning sifati. Mesela celestu tavilen, yani vaqtdan tavilen. Bir yerdeki tavilen zarfninki nimesi? Süpti. O izbasar bo'ldi, bu süpettin. Zarfdan bo'ldi, izbasar bo'ldi. Yani vaqtdan degan zarfdan izbasar bo'ldi, bu süpet. Şuna nima qildi? Zivar qildi. Üçüncüsü ismul işara, ism işaret. Yani zarfni ko'rsatgan ism işaret. Ji'tu hadal usbu'. Bu yerda hada izbasar bo'ldi, zarfdan deymiz. Bu hadani biz bu yerda ziverlik o'rinda deb qaraymiz. O'zi mabni ism, lekin biz uni qanday deb qaraymiz? Ziverlik o'rinda. To'rtinchisi al-adad, son, ya'ni zarfni sanab kelgan son. Makathtu fi Baghdad 4 ayyam. Bag'dodda 4 kun turdim. Bag'dodda 4 kun turdim. Bu yerdagi 4 ayyam degan zarfni bo'ldi, izbasar bo'ldi. Shuni sanab kelganlik uchun. Sirna 100 kilometr. 100 kilometr mangduq. Bu yerda kilometr zarf, bu yerdagi 100 son. Bo'g'achqa nima bo'ldi? Izbasar bo'ldi. Huna 4 va 100 adadan naba an zarf dedi. Bu yerdagi 4 va 100 degan ikki son zarfdan izbasar bo'ldi deydi. Biz buni darsning beshida tushundirgan. Endi sizlarga topshiriq. Birinchisi, darsdagi zarf zaman ve zarf makallarını chiqarsizlar. Tekstdan zarf zaman ve zarf makallarını chiqarsizlar. Meyli u mebni bo'lsin, meyli mebni emas, mu'rab bo'lsin. İkincisi, o darsdagi mebni zarflarni chiqarsizlar. Ustida sizlar mebni bo'lmaganlarni chiqaramiz. Aslında mebni bo'lgan zarflarni chiqarsizlar. Üçüncüsü, o dersden zarfdan izbasar bo'lgan ismlarni chiqarsizlar. Biz yuqorida 4 xil ism zarfdan izbasar bo'lib keladi deb so'zladik. Shularga tushadigan bo'lib qolsa, buni chiqarsizlar. To'rtinchisi, tuvandagi zarf zaman va zarf makonlarni muayyonlashtiring deydi. İntazir lahza.
azroq saqla. Bu yerdagi lahza zarf bo'ldi. Vaqtmi, zaman ravishimi? O'rin ravishimi? Vaqt ravishimi yoki o'rin ravishimi? Albatta bir oz degandan bu vaqt ravishi. İkincisi jalasa zuvaru indal mudiri nisf saatin. Ziyoratchilar mudirning qashida yarim soat o'ltirdi. Bu yerdagi zarf qaysi? Nisfa. Bu qanday zarf? Zarf makanmi yoki zarf zamonmi desa, zarfi zaman. Chunki soatga mudof bo'lganlik uchun. Qolganini o'z anglashingizlar bu sizlarga topshiriq. Beşincisi ayyin zurufaz zaman vel mekan fil ayetil kerimetil atiye. Tüyendeki ayet-i kerime'den zarf zaman ve zarf mekanı muayyenleştirirsizler. Al bilansizlar bu ayetning tercümesini Uyg'urcha Qur'ondan ko'rsizlar, uningdan keyin muayyenleştirirsizlar. Ve ja'u abahum asha'an yabkun. Ve ja'u keldi ular. O Yusuf alayhissalomning bituqqanlari abahum dadlarga asha'an yabkun deydi. Keşikte yığılgan halette geldi. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. Hemmesini sizler Uyghur Şükra'nın tercümesini görüp, bununki vaktini bildirdiğin yoki urunni bildirdiğin revişlerini çıkarırsızlar. Hemmesini vaktini bildirse zarf zaman, urunni bildirse zarf makan deb yazsizlar. Bu sizlerge topshiriq. Oltincisi hati thalatha cumel tahwi kullu vahidetin minha adeden naba'an zarf deydi. 3 cümle keltirin. Öz içiga alıdı 3 cümle. Onundan her birisi sanni öz içiga alıdı. Zarfdan izbasar bo'lgan. Yani zarfni sanab kelgan, sallarni öz içiga algan 3 tane misal keltirin. 7-incisi 3 cümle keltirin. O 3 cümlenin her birisi öz içiga alıdı. İsmi işaretni. O qanday ismi işaret? Zarfdan izbasar bo'lgan. Urun basar bo'lgan. Yani zarfni qanday qilgan ko'rsatgan. 8-incisi tüvendeki hem zarfni foydali cümle kirgizgan deydi. Her biriga birdan cümle tuzlab bu sizlarga muhim bo'lgan topshiriq. Qabla ilgari, ba'da keyin, inda qishida, amama oldida, xalf keyinda, tahta osti, fawq üstü, huna bu yer, themma bu yer, themmete o yer. Varada fi ders keldi derste law araftu agar bilgan bo'lsam annaka ta'ti ila baladi sizning yurtimga keldiganligingizni la astaqbaltuka qarshi atdim men sizni ayrimda deydi. Darsda shunday keldi. Bu yerdagi law harfi imtina li imtina. Ve tufidu thalathata umur. 3 ishni ifodalaydi. Birincisi shartiya, shartni ifodalaydi. İkincisi shartni o'tgan zamonga bağlaydı. Üçüncüsü imtina, çekiliniş. Bunun misallarını tüvende görürüz. Mesela bir qarаңызlar avval. Law sami'ta qissatahu la bakayta. Onun qissini, hikayesini anlagan bolsan yig'laydın. Bu yerda nimani ifodaladi? Shartni. Shuni yig'lashing onun hikayesini anlashga bog'liq. Shunday go. İkincisi qala al-mudarrisu li Hamid, dedi o'qituvchi Hamidga law hadarta amsi ma shakawtuka ila al-mudir. Navada tünügün kelgan bo'lsang, seni mudirga shikoyat qilmaydim dedi. Demak, bu yerda bu shart bor, ammo shu shartni o'tgan zaman qanday qildi? Bog'lash va amsi tünügün. Üçüncüsü hada ta'amun fasid. Bu buzuq tamoq. Law akalahu an-nas lamaridu. Navada uni kishi yegan bo'lsa, kasallab qoldi. Demak, yemidi shunday-ku, on kasal olmadi. Bu yerda cheklanish bor. Yemaslikdan iborat bir cheklanish bor, on kasallab qilishdan iborat bir ishdan cheklanib, saqlanib qilish bor. Buni bu yerda imtino'ni ifodaladi. Endi bu yerga qaraylik. Law ijtahadta la najahta. Agar tirishgan bo'lsang, imtihondan o'tibding. Uning ma'nosi lam tajtahid falam tanjah. Tirishmading, imtihonni qanday qilmading? O'tmading. Yaqtarinu javobuha al-muthbatu bil-lam deydi. Juplashib keladi uning javobiga. Qanday javobiga? Musbat. Musbat javobi, bo'lishliq javobi lam juplashib keladi. Masalan, lanajahta degan o'xshash. Bu lanajahtiki lam. Va la yaqtarinu biha
va juplashib kelmaydi u lam manfiy javobiga. Masalan, bulussiz bo'lib qolsa javobi buningga lam birga kelmaydi. Yajuzu aksuhu va hada qalil deydi. Uning aksi to'g'ri deydi. Demak, aks kelishi bulishliqqa lamning kelmay, bulussizga lamning kelgan ahvoli to'g'ri. Va hada qalil. Lekin bu az. Arab tilida ko'p holatda ishlatilmaydi. Masalan, law sami'ta qissatahu labakayta. Uning hikoyasini anglagan bo'lsang, yig'layding. Bu yerda law sami'ta qissatahu labakayta. Bu yerdagi bakayta buning javobi. Uning qissasini anglagan bo'lsang, shart shundami? Endi buning javobi labakayta. Yig'layding. Yig'layding deb bo'lish shaklda. Shunga bu yerda lam qana qildi, jo'lishib keldi. O'qituvchi Hamidqa agar tunugin kelgan bo'lsang, ma shakawtuka ilal mudir. Agar tunugin kelgan bo'lsang, shart shundami? Nima bo'lsa javobi ma shakawtuka. Seni mudirga shikoyat qilmaydim. Demak, buning javobi bo'lissiz. Shuning uchun bu yerda lam qana qilmadi, jo'plashib kelmadi. Uchinchisi hada ta'amun fasid. Bu buzuq tamoq. Law akalahu nas, agar uni kishilar yegan bo'lsa, nima bo'lsa la maridu, kasallab qoldi. Demak, bu bo'lish javob bo'lganligi uchun lam agishib keldi. Qolgan ikkisini o'z anglashib boqinglar. Birinchisi adkhil law ala al-jumal al-atiya. Lawni tuandagi jumlaga kirgizing deydi. Va ghayyir ma yalzam. Va lozim kelganlarni o'zgarting deydi. O'zgartirishga tegishliklarini o'zgarting demakchi. Lawni kirgizimiz ha. Darabani zakal valadu deydi. Darabtuhu. Endi meni abali udi, men uni udim. Demak, abali meni o'g'an bo'lsa, men uni urtdim. Deymiz, law darabani zakal valadu la darabtuhu deymiz. Bola meni o'g'an bo'lsa, men uni urtdim. Urtdim bo'lish qo'g'achqa lamni agashtirib kelamiz. La darabtuhu. Ikkinchisi law araftu anna al-mudarrisa musafirun ma ji'tu. Agar o'qituvchining musafir ekanligini bilgan bo'lsam, kelmaydim. Bu yerdagi ma ji'tu bo'lissiz, javob bo'lissiz bo'lg'achqa buning lam billa kelmaydi. Üçüncüsü teakhartu daqiqatayn fatatni ta'ira. Law teakhartu daqiqatayn lafatatni ta'ira. Navadi 2 minut kechikkan bo'lsam, oy bilan uchib ketgan, o'tib ketgan. Bu yerda o'tib ketgan bo'lishliq. Shunga bu yerda lafatatni deb lam qana qildi, billa keldi deymiz. Qolgan o'z anglashib boqing. Ikkinchisi akmilin naqis fi ma yali. Endi law degan grammatikning ikkinchi mashqi tuandagi naqisni to'liqlang, ya'ni kamyerni to'liqlang deydi. Law marasabda deydi. Endi bu yerda bizda shart berilmagan, javob berilgan. Mush javobga emas, holati shart qo'yamiz. Imtihonni o'tamaytding. Law la'ibta. Law la'ibta. Law ijtahadta marasabta. Law ijtahadta marasabta. Agar tirishgan bo'lsang, imtihondan qalduq qolmayding. İmtihandan o'tamay, rasabadan imtihonni o'tamaydi shunday-ku. İmtihondan qalduq qolmayding. Ikkinchisi, law araftu annaka ta'ti ila al-Madina. Agar sen endi bu yerda shartni badi javob yo'q. Sening Madinaga ketganligingni bilgan bo'lsam, la astaqbaltuka. Seni qanday qildim? Qarshi atdim deganga o'xshash. Ikkisini o'z anglashib boqing. Bu yerda javob berilibdi, shart berilmabdi. Üçüncüsü lawni ikki jumla kirgizing. Ala an yakuna javobuha fil ula musbatan. Birinchisi musbat bo'lsin. Birinchisininki javobi musbat bo'lsin. Va fil thaniya manfiya. Ikkinchisida manfi bo'lsin. Bo'lishsiz bo'lsin. Ikki jumla tuzlar lawna kelib, birinchi jumlada uning javobi bo'lishiq bo'ladi, ikkinchi jumlada uning javobi bo'lishsiz bo'ladi. Endi oxirgi mazmun min qablu deymiz. Bu min qablu i'rob qanday bo'ladi deganda, buni i'robi 3 xil bo'ladi. Min qablu. Ya'ni buningki mudofdan olib ketgan ahvoli 3 xil bo'ladi. Birinchi xili bugungi bizning darsimiz so'zlangani. Masalan, min qablu mabni qitib qoladi, qablu va ba'du pesh qitib qoladi. Agar idofatdan
labziy jihatda uzilib ketsa, ma'ni jihatda emas, labziy jihatda qanaq kelsa, uzilib ketsa, pashga ketib qoladi. Masalan, lillahil amru min qablu va min ba'du. Ish Allohning. Balki min qablu va min ba'du. Endi bu yerda mudofun ilayh labziy jihatdan tashlanib ketgan, ma'na jihatdan ba deb qaraymiz. Ba'duni keyindimi shunda. Demak, bu yerda labziy jihatdan mudofun ilayh tashlanib ketgan vaqtida bu pashk mabni bo'lib qoladi. Bu birinchi xil holati. Ikkinchi xil holati, endi buni biz labziy jihatdan ham ma'na jihatdan tashlanib ketdi deb qarasak, labziy jihatdan ham ma'na jihatdan tashlanib ketdi deb qarasak, bu vaqtda bu min qablin va min ba'din deb qo'sh zir o'qiladi. Shu omilning ta'siriga uchraydi. Uchinchi xil holati birinchi xil holatning qarama-qarshisi. Ya'ni labziy jihatda ba deb qaraymiz. Ma'na jihati tashlanib ketgan. Ma'na jihati mudofun ilayh tashlanib ketgan. Bunda qolib qolsa, labziy jihati ba deb qarag'achqa bu minning tufayli zir o'qiladi. Labziy jihatda ba deb qarag'achqa qo'sh o'qilmay taq o'qiladi. U vaqtda min qabli va min ba'di deb taq holat o'qiladi. Demak, qablu va ba'duninki izofatdan olib ketgan uch xil holati shu. Lekin bugungi darsda sizlarga o'rgatmoqchi bo'lganim shu birinchi xil holati. Ya'ni qabluninki mudofun ilayh labziy jihatda, ya'ni shakliy jihatda tashlanib ketib, ma'na jihatda tashlanmagani. Bu vaqtda qablu va ba'du pashki mabni ketib qoladi. Ketib qolganlik uchun zirqlik uchun min kirsimi ta'sir qilmaydi deymiz. Tamarin amma umumiy ko'nikma birinchisi tuandagi fe'llarning mudorisini keltiring deydi. İstaqbala qarshi oldi, intazara, safara, saada, rahaba, makafa, labifa, kasaba, fata, darra. Hammasining ma'nosi tekstda chiqdi. Muzorasini keltirsa, bu sizlarga topshiriq. Ikkinchisi zuvar, shidatninki birlikini teping deydi. Ziyoratchilar va shidat qattiq degan gapi. Buning birlikini topsizlar, lug'atingizda bu sizlarga topshiriq. Uchinchisi jarih va nafs degan so'zningki ko'plikni keltiring. Yardar va nafs degan gap o'zi degan gap. O'zi masalan ja'al mudiru nafsuhu desa, mudirning o'zi keldi degan ma'nosi. Undan boshqa ruh, odamning jinini nafs deb ataydi. Darraninki qarama-qarshini teping deydi. Nid degan gap ziddini teping. Ziyon qildi, ziyon soldi deganning qarama-qarshisi nima? Foyda yetkazdi. Shundoq o'shaning ayibsini topsizlar. Bu sizlarga topshiriq. To'rtinchisi tuandagi hamma so'zni foydali jumlaga tuzang deydi. Har biriga biridan jumla tuzaysizlar, bu sizlarga topshiriq. Xalin bo'sh beka degan gap. Jarih yardar, istaqbala qarshi oldi, darra ziyon soldi, saada yordam qildi, fata o'tib ketdi, rahaba qarshi oldi. İstaqbala degan kutib oldi degan gap, kutib oldi. Oldiga chiqib kutib oldi. Rahaba chu qarshi oldi. Rahaba asosliq bunda ig'izda masalan qarshi olaman degan vaqtda rahibuk deb ishlatiladi. Istaqbala ma amaliy holatda astaqbiluka. Masalan, aslan oldingizga chiqaman, kutib olaman degan yerda oldiga chiqish, kutib olish degan ma'nosi bor. Unda bo'lsa bugungi darsimiz mushayda oxirlashdi. Kelasi soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.